bugun bir bolalar bilan dam olganda Urungachiga keldik, lekin zo'r kelishni maslahat beraman. Faqat tayyorgarlik qilib kelish kerak bu yerga. Mashinani yo'lda tashab, yo'ldan Niva olish kerak ekan. Shu 150 ming, 200 mingga Niva olib chiqib, yana qaytarib olib tushib qo'yapti. Urungachiga kirishda yo'lida post bor ekan. O'sha post 17 ming so'm ekan kishi boshiga. O'zingizlarning mashinada suvni bo'yigacha borishni maslahat bermayman, chunki yo'llari bunaqa yomon bo'lib yotibdi. Yo'lda bu sal bo'limini sal tuzukroq yo'l-ku, teparolida tosh-posh, yana chuqurliklar bo'lib yotibdi. Tinchi shu Niva gaplashib kelganinglar yaxshi, suv zo'r, lekin Toshkentdan keldi, uzoq yo'lni bosib, to'g'risini aytaman, cho'mila olmadi-ku. Chunki muzda ekan suv, shuni oyoqni tiqib ko'rganning o'zida oyoqni oritib qo'ydi. Suv juda muzda. Yana bir oycha bo'ladi deyishyapti, pastlik ko'lida, tepadagi ko'liga chiqmadi-ku. O'sha pastlik ko'lida bir oycha suv bo'lar ekan, keyin u yog'iga qurib qolar ekan suv. Tepadagi ko'lida qishin yozin bo'lar ekan. Kelishni maslahat beraman, lekin zo'r joy. Mana tabiat. Qushlar sayrab turibdi mana. Gulxan emas, tabiatga bo'lgan mehringizni yoqing. Faqat dam olishga kelganlar musor tashamasdan akkuratni o'tirib ketsanglar, zo'r joy. Tabiatni asrashimiz kerak.